Greetings to my English learners. Today's lesson is Unit 18, Used to. Ready, steady, go. Quyidagi vaziyatni o'rganing. Molly bu kunlarda ko'p sayohat qilmaydi. U uyda qolishni ma'qul ko'radi. But she used to travel a lot. She used to go away 2 or 3 times a year. Ammo u ko'p sayohat qilardi. U yiliga 2-3 marta jo'nab ketardi. Used to. O'tmishdagi odatiy, muntazam takrorlanib turgan ish harakatni ifodalaydi. She used to travel a lot. U oldin ko'p sayohat qilardi, hozir esa u sayohat qilmaydi. U ko'p sayohat qilardi, hozirgi kunda esa bunday emas. She used to travel in the past. U oldin sayohat qilardi. She doesn't travel now. U hozir sayohat qilmaydi. Something used to happen. Biror voqea oldin muntazam sodir bo'lardi, hozir esa sodir bo'lmaydi. I used to play tennis a lot, but I don't play very often now. Men ko'p tennis o'ynardim, lekin hozir unchalik ko'p o'ynamayman. Do you go to the cinema much? Not now, but I used to. Kinoga ko'p borib turasanmi? Hozir yo'q, lekin oldinlar borardim. David used to spend a lot of money on clothes. These days he can't afford it. David kiyim-kechakka juda ko'p pul sarflar edi. Shu kunlarda uning bunga qurbi yetmaydi. Used to. Shuningdek, biror narsa haqidagi gap o'tmishda to'g'ri, ya'ni rost bo'lib, hozir unda emasligini ko'rsatish uchun ishlatiladi. This building is now a furniture shop. It used to be a cinema. Bu bino hozir mebellar do'koni. Bu oldin kinoteatr edi. I've started drinking coffee recently. I never used to like it before. Qahva ichishni yaqinda boshladim. Oldin uni hech yoqtirmas edim. Janet used to have long hair when she was a child. Bolaligida Janetning sochi uzun edi. I used to think Mark was unfriendly, but now I realize he's a very nice person. Ilgari men Markni odamga qo'shilmaydigan deb o'ylardim, ammo hozir uning ajoyib inson ekanligini tushunib yetdim. I used to do. Bu o'tgan zamon. Uning hozirgi zamon shakli yo'q, ya'ni I used to do. deyilmaydi. Hozirgi zamon haqida gapirganda Simple present, I do. qo'llaniladi. Taqqoslang. He used to play. U o'ynar edi. He plays. U o'ynaydi. We used to live. Biz yashar edik. We live. Biz yashaymiz. There used to be. Bo'lardi. There is. Bor. We used to live in a small village, but now we live in Seattle. Biz kichik bir qishloqda yashar edik, lekin hozir Seattle'da yashaymiz. There used to be 4 cinemas in the town. Now there is only one. Shaharda 4 ta kinoteatr bo'lar edi. Hozir faqat bitta bor. Savol shakli. Did used to. Ko'rinishida bo'ladi. Did you used to eat a lot of sweets when you were a child? Bolaligingda ko'p shirinlik yerdingmi? Inkor shakli. Didn't used to. Ko'rinishida bo'ladi, lekin Used not to. ham ishlatilishi mumkin. I didn't used to like him. Yoki I used not to like him. Uni yoqtirmas edim. I used to do. va I was doing. larni taqqoslang, unit 6 ga qarang. I used to watch TV a lot. Men ko'p televizor tomosha qilardim.
Oldin muntazam tomosha qilardim, lekin hozir tomosha qilmayman. I was watching TV when the phone rang. Telefon jiringlaganda men televizor tomosha qilayotgan edim. Tomosha qilish jarayonida edim. I used to do. Va I am used to doing. larni adashtirmang, unit 60 ga ham qarang. Ularning tuzilmalari ham, ma'nolari ham farqlidir. I used to live alone. Men yolg'iz yashardim. Hozir esa yolg'iz yashamayman. I am used to living alone. Men yolg'iz yashashga ko'nikkanman. Shu bilan unit 18 o'z nihoyasiga yetdi. Endi odatdagidek Lexika.uz saytiga kirib, ushbu unitga tegishli test savollariga javob bering va olgan bilimlaringizni sinab ko'ring. Va albatta, ushbu rolikka like va kommentlaringizni ayamang. Bu bizga katta yordam beradi. Darslarimizni do'stlaringiz bilan ham ulashing va ingliz tilini birga o'rganing. Omad!